Navbatdagi misolimiz, demak, mana shu ko'rinishdagi formulani, ya'ni A ni n'inchisi, B ni n'inchisi bo'lsa, qavs qo'yib, endi darajaga chiqarib olishimiz mumkin ekan. Mana shu formulaga taalluqli misollarni ko'rib chiqamiz. Demak, mana birinchi misolimizda bu yerda ikkita 9 kelyapti. Bitta qavs qo'yib, o'sha tashqarisiga 9 ni chiqarib yuboramiz va ichida 3 dan 2 va 2 dan 3 degan ko'rinishga keladi. Endi ularni qisqartirib yuboramiz. Mana qisqartiryapmiz va bu yerda esa 1 ning 9-inchisi qoladi. 1 ning har qanday darajasi biz bilamizki 1 ga teng. Xuddi shuningdek, pastdagi misolda ham ikkalasidan 4 ni chiqarib yuboramiz va 11 dan 6 ko'paytiruv. Endi bu yerda 5,10 dan 5 bu qisqaradi. 5 ga 5,2 dan 1 bo'ladi. Va aralash kasr noto'g'ri kasr qiladigan bo'lsam 2 dan 11 ga aylanadi. Demak, ko'paytiruv 2 dan 11 bo'ldi. 11 lar qisqarib, 6 lar qisqaradigan bo'lsa, 6 ning ichida ikkitalikdan 3 ta bor. Bu degani 3 ning 4-inchisi qoladi. Bu esa 81 degani. Navbatdagi misolimizda e'tibor bering. Mana shu ko'rinishdagi misolni hisoblashimiz kerak. Birinchi navbatda buni bunga ko'paytirib, darajalarni yozib olamiz. Ya'ni 5 ning 12-inchisi va 6 ning esa 8-inchisiga to'g'ri keladi. Xuddi shuningdek, mana bularni ham 2 ning 5-inchisi, 3 ning 5-inchisi qilib yozib olamiz. Mana 2 ning 5-inchisi, 3 ning 5-inchisi qilib yozib oldik va keyingisi, ya'ni mana bunisida ko'paytiramiz. Bu 14 bo'lib qoladi. Ya'ni 3 ning 14-inchisi va 5 ning 14-inchisiga aylanadi. Endi qisqartiradiganlarimiz bor. 6 ni 3 kari 2 deb 3/8-inchisi, 2/8-inchisi deb yoyib olamiz. Mana bu 6 ni 3 kari 2 deb va endi qisqartirishni boshlaymiz. Demak, 5 ning 12-tasi bilan 14-tasi ketgani uchun 5 ning 2-inchisi qoladi. Va shuningdek, mana bu 3/8-inchisiga 3/5-inchisi qo'shib 3/13-inchisi bo'ladi. Bu 14-inchisi bilan qisqaradigan bo'lsa, 3 dan bitta qoladi tepada. Demak, shuni hisobga olib va pastdagi 2 ning 5-inchisi va 2 ning 8-inchisilar turibdi. Bu esa 2 ning 3-inchisi qoladi pastda. Pastda esa 5 kvadrat qoldi. Endi bularni hisoblaymiz. Bu 8, bu esa 25 degani. Demak, 200 bo'ladi. 200 dan 3 degan oxirgi xulosaviy javobga ega bo'lamiz. Navbatdagi misolimizda, demak, ushbu misolni hisoblashimiz kerak. Darajasi kichigini qavsdan tashqariga chiqaramiz. Demak, bu yerda 11 ning 30-inchisi darajasi kichigini. Shuni qavsdan tashqariga chiqarib yuboramiz va qavs ichida 2 ko'paytiruv 11 ni 32 tasi edi. 30 tasi chiqib ketgani uchun 2 ta qoladi va ayrilgan 5, 11 30 tasi esa chiqib ketgan. Shuning uchun hech narsa yozilmadi. Va endi hisoblash jarayoni, demak, 11 ni kvadratga ko'taramiz. 11 ko'paytirsak 121 kelib chiqadi. Demak, 2 ni 121 ko'paytirib 5 ni ayirsam 237 hosil bo'ladi. Va endi xuddi shuningdek ko'paytiruv, demak, 11 30-inchisi bo'ladi. Mana shunday ko'rinishida hisoblaymiz. Navbatdagi savolimizda, demak, mana shu ko'rinishdagi kasrlarni hisoblashni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda kasrning tepasiga e'tibor bering. Darajasi kichigini qavsdan tashqariga chiqaramiz. Ya'ni 5 ning 40-inchisi, 5 42-inchisi. Bu degani 5 ning 40-inchisini qavsdan tashqariga chiqaramiz degani. 2 ko'paytiruv 5 dan 2 ta qoladi, chunki 42 ta edi va ayrilgan 4 bo'ladi. Xuddi shuningdek, pastidan ham, demak, 23 deymizda 25 ni 5 ning 2-inchisi deb maydalab yozib olamiz va endi hisoblashlarimizni davom etkazamiz. Va e'tibor bering, mana shu yerda 5 40-inchisi ko'paytiruv. Endi mana ichini hisoblaymiz. 25 ni 2 ko'paysa 50, demak 4 ayirsa 46 bo'ladi. Pastda esa mana buni bunga ko'paytirib olamiz. Bu esa 5 ning 40-inchisi bo'ladi. Bu degani 5 ning 40'lar qisqarib ketadi degani. Va pastda ko'paytiruv 23 ham bor edi. 23 bilan esa 46 qisqarib javobimiz 2 ga kelar ekan. Demak, mana shuni qilib ishlar ekanmiz. Navbatdagi mavzuyimizni boshlaymiz. E'tibor bering. Darajasi minusli bo'lsa, kasr o'rnini almashtirish kerak. Ya'ni tepadagini pastga, past tepaga qilsak, bu darajasi plyusga aylanadi. Ya'ni mana misol turgan bo'lsa, tepada 3, pastda 5 turibdi. Teskari qilib, pastga 3 ni, tepaga 5 ni qilib, darajasidagi minusni yo'qotib olamiz. Va endi buni ishlashni bilamiz. 5 ning 4-inchisi va 3 ning 4-inchisi degan javobga ega bo'lamiz. Xuddi shuningdek, masalan, 5 4-inchisini hisoblasa bo'ladi va 3 4-inchisini ham hisoblasa bo'ladi. Mana 625 5 4-inchisi, 3 4-inchisi esa 81 bo'lyapti. Xullas, agar o'nli kasr berilsa, uni kasr ko'rinishiga olib kelib olamiz. Ya'ni 7/5 demak 15 taqsim 2 yoki 2 dan 15 deb yozib olamiz. Mana kasr ko'rinishiga keldi va endi minus yo'qotishimiz uchun 2 ni tepaga, 15 ni esa pastga qilib yozib olamiz.
Demak, tepasida esa 2 bo'ldi. Bu 2 ni tepalariga bitta-bitta olib kelamiz. Ya'ni 15 ikkinchisi va 2 ning esa ikkinchisiga to'g'ri keladi. 15 ikkinchisi biz bilamiz 225 ga teng. 2 ning ikkinchisi esa 4 bo'ladi. Demak, xullas minusli darajada kasrni o'rnini almashtirib yozib olishimiz kerak ekan. Navbatdagi misolimizda biron bir sonning minusli darajasi berilsa, uni bir taqsim qilib olish to'g'risida bizda formula bor. Mana shu formulaga taalluqli misolni ko'rib chiqamiz. Ya'ni 5 ni minus ikkinchisi, demak bu degani 1 taqsim 5 ning kvadrati deb minus yo'qotib olar ekanmiz. Demak 5 ning kvadratini biz hisoblasa bo'ladi. Bu esa 25 dan 1 chiqadi. O'zi misol javobi shu, tugadi. Lekin ba'zi bir savollarda buni yashirib qo'yiladi. Ya'ni 25 ni tepapasini 4 ga ko'paytirib 10 li kasrga aylantirib olish mumkin. Demak 0.4 qilib ham nima deydi, yashirib mana shuni 10 li kasrga aylantirib qo'yish ham mumkin. Agar 10 li kasr ko'rinishida berilsa, 100 dan 25 qisqarib 4 dan 1 bo'ladi va minusni yo'qotishimiz uchun 4 ni tepaga, 1 ni pastga qilamiz. 1 mahrajda yozilmaydi va 4 ni uchinchisi keladi. 4 uchinchisi biz bilamizki 64 ga teng. Xullas minusli bo'lsa har doim aylantirish ketyapti. Demak, mana shu misollarda shu tartibda ishlanadi. Navbatdagi mana shu ko'rinishdagi misolni hisoblashini bir ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi ishdan boshlaymiz. Mana bu demak kasrimizni ko'paytirishimiz kerak. Aralash kasr noto'g'ri kasrga aylantiryapmiz. 4 kare 2 8 9 bo'ldi. Mana shu yerda e'tibor bering, 6 ni minus ikkinchisi turibdi. Buni ishlashni o'rganganmiz. 1 taqsim 6 ni ikkinchisi yoki 1 taqsim 36 bo'ladi. Demak, mana buni o'rniga biz 1 taqsim 36 ni qo'yib yozib olamiz. Va 9 bilan 36 qisqaradi, 4 bo'ladi. 8 dan 1 kelib chiqadi. Demak, birinchi ishimiz 8 dan 1 ekan. Xuddi shuningdek, mana bu ikkinchi ishni boshlaymiz. Ikkinchi ishda kasrli bo'lgani uchun uni o'rnini almashtirib yozib olamiz. Ya'ni tepaga 5 ni pastga 2 ni qilib darajasini ko'tarsak 8 dan 125 ga ega bo'lamiz. Va chiqqan javoblarimizda uchinchisi mana bu 1. Har qanday sonning 0-darajasi 1 ga teng. Bu kasr bo'ladimi yo son bo'ladimi? Demak, buni hisobga olsak, 3 ta chiqqan javobimizni yozib olamiz. Mana va minus 1 bo'ldi. Endi uchalasiga ummaxraj beramiz. Bu yerda 8 ummaxraj beramiz. 1 qo'shilgan 125. Mana buni 8 dan 8 qilib maydalab borsak ham bo'ladi. Demak, yoki ummaxraj 8 da boradi desak ham bo'ladi. Keyin ayrilgan 8 bo'ladi. Va endi tepadagilarni hisoblaymiz. Hammasini 118 taqsim 8 bo'lib, uni aralash kasrga aylantirib, demak qisqartiradigan bo'lsak, 14.4 dan 3 degan javobga ega bo'lamiz. Demak, ushbu ko'rinishli sonlarni taqqoslashimiz kerak. Ko'pchilik mana taqqoslash qarang. Buni darajasi katta, buni katta deyman deb o'ylaydi. Bu 9 kattaligidan to'xtab qoladi. Ya'ni, masalan, bu 9 katta 5 dan buni katta deyman desa, buni darajasi kichikligidan to'xtab qoladi. Buni darajasi katta bo'lsa, asosi kichkina, tepadagini esa darajasi kichkina bo'lsa, asosi katta. Biror nima deyish qiyin. Bunaqa vaziyatda darajasi, mana qarang, darajasi mana 12 turibdi, to'g'rimi? Demak, mana buni yozsak bo'ladi. E'tibor bering, mana shu yerdagi mana shu 5 ning ikkinchisini 12 qilib yozib olasiz. Yo, bu yoqda esa 9 ni 12-chi turibdi. Masalan, 8 kare 3 desa ham bo'lardi. Biz aynan 2 kare 12 ni tanlayapmiz, chunki bizdagi 12 berilgan bo'lgani uchun shunday qilib tanlayapmiz. Xo'sh, endi 25 bo'ladi, bu esa 12 bo'ladi. Bu yoqda 9 ni 12-chisi bo'ldi. Endi ularning darajalari bir xil bo'ldi. Ko'rinib turibdiki, bu tomon katta bo'ldi. Ya'ni bu yog'ini katta desa bo'ladi. Demak, shu turish misollarni mana shunday qilib yechar ekanmiz. Navbatdagi savolimizni boshlaymiz. Demak, mana shu ko'rinishdagi misol hisoblashni o'rgatamiz. Birinchi navbatda aralash kasr berilgan ekan, noto'g'ri kasrga aylantirib yozib olamiz. Demak, minus 2 turibdi. Minus yo'qotishimiz uchun kasrni, demak, 8 ni pastga va 3 ni esa tepaga qilib yozib olamiz. Va buni esa bitta-bitta tepalariga qo'yamiz. Ya'ni, demak, 8 kvadrat biz bilamiz 64, 3 kvadrat esa 9 ga aylanadi. Bu yerda minus qo'yilmaganiga sabab manfiy sonning, mana manfiy sonning juft darajasi bo'lyapti. Shuning uchun minus qo'yilmayapti. Bo'ldi, mana shuni qilib ishlashimiz kerak. Yoki mana yerda yana bitta misol. Bu yerda ham aralash kasr bo'lgani uchun aralash kasr noto'g'ri kasr qilib olamiz va o'sha darajasi minus bo'lguncha aylantirib yozamiz. Demak, 3 pastga 2 tepaga bo'ladi. Manfiy sonning mana toq darajasi bo'lgani uchun oldiga minus qo'yamiz. Va 3 kubi biz bilamiz 27 ga, 2 ni kubi esa 8 ga teng. Demak, mana shuni qilib ishlashimiz kerak ekan.
Navbatdagi misollarimiz, demak, mana shu ko'rinishidagi balki ayruv, balki qo'shuv bo'lar misollarni hisoblashni o'rgatamiz. Birinchi navbatda mana bunga e'tibor bering. 3 ning minus ikkinchisi, bizdagi a ning minus n'inchisi 1 taqsim a ning n'inchisi degani kabi, demak buni hisoblab olamiz. 1 taqsim, demak 1 plus 1 taqsim 9 ga ega bo'lamiz. Ya'ni 3 ning kvadrati 9 bo'ladi. Va endi buni bunga ko'paytirib qo'shamiz. Demak 3 9 karra 1 9 qo'shsak 10 bo'ladi. Demak 9 dan 10 bo'ldi. Kasr aylantirib yozadigan bo'lsak 9 taqsim 10 bo'ladi. Mana bu 1, mana bu 1 taqsim nima deb tursa 9 tepaga 10 esa pastki ko'rinishda yozilib qoladi. Mana shu yerga e'tibor bering. Xuddi shuningdek mana bu misolimizda ham mana 2 ning kubi biz bilamiz 8 ga teng, 1 taqsim 8 bo'lar ekan. Demak buni bunga ko'paytirib buni ayraymiz. 8 karra 1 8, 1 ayraydigan bo'lsak, demak 7 taqsim 8 bo'ldi. 1 taqsim bo'lganda, hozir mana bu yerda tushuntirilgani kabi 9 tepaga 10 pastga bo'lar ekan, demak 8 tepaga va 7 pastga bo'ladi. Mana bunday ko'rinishida bo'lib tugar ekan. Demak mana shunday qilib ishlar ekanmiz. Navbatdagi misolimizni boshlaymiz. Demak misolni berilishida biz ishlaydigan joyimizni ajratib olamiz. Ikkita mana shu yurtlarni avval o'rgangan qoidalarimiz asosida ishlab olamiz. Demak birinchisi ayrilgan, mana bu 3 minus birinchisini yozib oldim. Ya'ni mana buni hisoblash boshlandi. Biz bilamiz 3 minus birinchisi 1 taqsim 3 degani va buni bunga ko'paytirib 3 karra 1 3, 1 aylimiz 2 bo'ladi. Ya'ni 3 dan 2 bo'ldi. 1 taqsim bo'lsa teskari qilib yozib olamiz. Ya'ni 2 dan 3 degan javobga ega bo'lamiz. Xuddi shuningdek ikkinchisini ham ishlaymiz. 1 qo'shilgan 3 minus birinchisi, ya'ni mana bu ikkinchisi degani, mana shu yerni hisoblayapman. Buni esa hisoblagandik boya. Va endi hisoblash jarayonida 3 dan 1 qilamiz va 3 karra 1 3, tepada qo'shsak 4 bo'ladi. Demak qo'shadigan bo'lsak 3 dan 4 ga ega bo'lamiz. Aralashgan mana 1 taqsim bo'lgani uchun teskari qilib yozib olamiz. Demak bu yerda 4 dan 3 ga ega bo'lamiz. Mana shu chiqqan javoblarimiz mana bu bilan mana buniki chiqdi. Keling sizga tushunarliroq bo'lishi uchun mana o'sha sonlarni yozib olamiz. Mana bunday turibdi. Qarang, mana buni javob bu chiqqan uchun mana bu yerga o'sha javobni yozamiz va keyingisi esa mana bu chiqqan uchun mana bu yerga esa o'shani yozib olamiz. Mana. Endi mana shu chiqqan javoblarimizni hisoblash jarayoni. Buni bunga ko'paytirib buni ayraymiz. Demak 2 dan 3 ayirsa minus 2 dan 1 chiqadi va xuddi shuningdek buni bunga ko'paytirib buni qo'shar ekanmiz. Demak bu 4 dan 7 ga aylanadi. Va bularni 1 taqsim bo'lguncha teskari holatda yozadigan bo'lsak minus 2, bu esa 7 dan 4 bo'ladi. Va 7 karra 2 14, ya'ni minus 14 plus 4 bo'lsa minus 10 qoladi. Demak mana shu javobga ega bo'lamiz. Bizning javobimiz minus 7 dan 10 degan javobga ega bo'lamiz. Navbatdagi mavzuyimizga joyini davom etkazamiz. Bir xatlar haqida gaplashishimiz kerak. Demak, e'tibor bering. Bu yerda 4 ta ifoda beryapti. Endi tajribali o'quvchilar masalan javobiga S ni tanlashadi, lekin nega aynan S? Shuni sizga izohlab tushuntiraman. Unchalik qiyin narsa emas. Bir xatda endi bu yerda ta'rif bo'yicha gapirilgan ko'paytirish bo'lish kerak. Eslab qolish oson yo'li mana bir xatligi misollar qilib yozilyapti. Endi tahlilni qarang. Qanday qilib tez topish mumkin? Demak, birinchi navbatda darajasi minusli bo'lsa, u bir xat bo'lmaydi. Shunga e'tibor bering. Mana darajasi minusli bo'lyapti, bu bir xat emas. Inaki harfga bo'lish mumkin emas yoki qo'shish ayirish ham mumkin emas. Ya'ni qarang, bu yerda qo'shish ayirish mumkin emas deganda mana bu chiqib ketyapti. Qo'shilgan bo'lsa va darajasi minus bo'lsa, mana chiqib ketyapti bu javoblar. Va uchinchisi harfga bo'lish mumkin emas. Harfga bo'lish mumkin emas. Demak, mana shularni bilgan holatda mana bu ham bo'lmaydi. Shu 3 ta javob chiqib ketib, mana bu songa bo'lyapti. Darajasi ham minus emas, keyin qo'shish ayirish ham emas. Mana shu S javobimiz bizning to'g'ri bo'ladi. Navbatdagi savollarimizni boshlaymiz. Bir xatlarni ko'paytirish haqida gaplashamiz. Mana ikkita bir xat yozib oldik, ko'paytiramiz. Buni ko'paytirishimiz uchun sonni songa ko'paytiramiz. Mana sonlarimiz va harflarni ko'paytiramiz. 8 karra 32, ikkita minusimiz plus bo'lib ketgani uchun 32 a kvadrat b bo'ladi. Mana shu misolning javobi. Xullas, bir xatlarni ko'paytirishimiz uchun sonni songa ko'paytiramiz. Mana e'tibor bering va harflarni darajasini mana ko'paytirish shaklida yozilyapti. Bu yerda ko'paytirsak minus 12 kelib chiqadi va bu asosi bir xil bo'lgani uchun darajasini qo'shib qo'yamiz. Ya'ni b ni 5-chisi deb yozar ekanmiz. Demak, bir xatlarni ko'paytirishda avval sonlarni ko'paytirib olinadi, keyin esa harflarni ko'paytirishimiz kerak ekan.